noturar binoni sotganim uchun soliq to'laymanmi? Ko'chmas mulk oldi-sottisi bo'yicha savolim bor edi. 2021-yilda noturar bino sotib oldim va ushbu binoni 2024-yil notarius orqali sotdim. Lekin menga soliq idorasidan daromad solig'i to'lash bo'yicha xabarnoma keldi. Shu to'g'rimi? Javob: Soliq kodeksining 378-moddasiga ko'ra, soliq to'lovchi tomonidan 3 yil ichida sotiladigan turar joy unga meros, hadya yoki oldi-sotdi shartnomasi asosida o'tganligidan qat'iy nazar daromad solig'i to'lanishi shart. Agar jismoniy shaxs 3 yildan ortiq vaqt davomida unga tegishli bo'lgan turar joyni sotsa, unda bu daromad solig'i tortilmaydi. 3 yildan kam muddatga egalik qilgan mol-mulkni sotishdan olingan daromad borasida soliq to'lovchi hisobot yildan keyingi yilning 1-apreldan kechiktirmay doimiy yashash joyidagi soliq organiga jami yillik daromad deklaratsiyasini taqdim etadi va hisoblangan soliqni 1-iyundan kechiktirmay to'laydi. Sizning mulkingiz noturar joy bo'lsa, uni sotishdan olgan daromadlaringizga soliq solinadi. Bugungi kunda jismoniy shaxslarning daromad solig'i 12% ni tashkil etadi.